Salom do'stlar, bugun videomizda biz dam olishga chiqamiz. Ancha charchagan edim do'stlar. Bugun uni to'g'ridagi dam olish maskaniga chiqamiz. Men anchadan beri har xil ovozlar eshitadigan bo'lib qoldim. Keyin qo'rqinchli tushlar ham ko'radigan bo'lib qoldim do'stlar. Shunga men kecha dam olishga chiqmoqchiman. To'qlarga kelaman do'stlar. Xo'sh, unda ketdik do'stlar, ana shu yoqlar tarafga. Xo'sh, umid qilamanki biror narsaga uchramayman. Yo'q, bir yoqib bordik. Mayli, biz esa o'tiraveramiz. Nima? Dami? Shumayu. Bu nima? Qon yo'g'iga qarab ketgan. Bu nimasi? Bu qon izlari. Bu nimasi do'stlar? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Men tezroq uyga borishim kerak. Uyga do'stlar. Endi nima bo'ladi? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Nimasi? Yo'q do'stlar. Sizlarning ko'rdinglarmi yoki meni ko'zimga ko'rindimi bu do'stlar? Shu kallalar, har xil xristianlarning narsasi ko'rdinglarmi? Shu qo'rqib ketdim. Men srochno domlaning oldiga borishim kerak. Tezda srochno. Yaxshi, lekin domlaning uyi ham ancha uzoqda. Mayli, boraveraman. Xo'sh do'stlar. Voy, kallalar, qandaydir qonlar. Ichlarim buzilib ketdi. Do'stlar, quyosh ochiq, lekin nima? Creeper. Qatavonatman kuyimdan. Nimadan olsam keyin lekin ovqatlanaman. Creeper. Yo'q do'stlar. Mana shu yerda portlatib ketaman. Sho'mayu do'stlar, ovqatlanmadim. Assalomu alaykum domla. Alaykum assalom. Balabchi, o'tir bolab. Xo'sh, nima qilasiz? Nima qo'rqoqchilar savolni qanaqa narsalar bo'ldi? Xullas, men malol aytaver menga bolajonim. Men ularni hammasini senga nima qilish kerakligini aytaman. Xo'p, xullas domlaman. Anchadan beri qo'rqinchli tushlar, qo'rqinchli ovozlar eshitayotgandim. So'ngra men dam olishga chiqmoqchi edim. Bugun birdaniga yomg'ir yog'vordi. Men chiqaveraman, mayli dam olishim kerak deb va men chiqaverdim. Keyin nima bo'ldi? Keyin xullas o'sha o'tirgan joyimda har xil kallalar bor edi. Men qonlar qayergadir olib borayotgan edi. Keyin xo'sh, keyin men u yerga bordim. O'sha qon izidan borganda xristian narsasi turgan edi. Nima? Xristian narsasi? Ularni hoziroq borib buzing. Bo'lmasa bular sizni o'ldirishi mumkin. Tezroq. Bu yerda creeperlardan ehtiyot bo'ling. Creeperlar shu ko'payishi aniqlanmoqda. Nima? Shunga yomg'ir yog'ib creeperlar ko'payibdi. Ana zombi ham yuribdi. Ana shuning uchun tezroq bo'lib ularni buzingda uyga kirib qulflab oling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi domla. Xayr, sizga kattakon rahmat. Arzimaydi, xayr, o'zingizni saqlang, xo'pmi? Xo'p, ketdim. Xayr. Xuddi shunaqa bo'ldi. Aytganidek creeperlar bugun ko'p. Yo'q do'stlar. Uni gaplarda jon bor. Domla
gaplarda haqiqatdan ham jon bor. Yuvma-yuv do'stlar, qo'rqib uyga tezroq. Birinchi bo'lib qornimni to'qlab olib, keyin boraman. Do'stlar, yuvma. Buni nasib bo'lishi mumkin emas. Birdaniga men u yerni bir kun oldin borib tekshirib kelgan edim. Hech narsa yo'q edi do'stlar. Lekin qarasam bugun narsalar turibdi. Bunda oqillardan olib ularni sotib qo'yamanda. Tezroq kirkamolay. Ay, kirkamayapti mana. Endi nima qilamiz? Qo'limda sindirib tashlayman hammasini. Ketdim tezroq. Eshik ochib turaversin, ehtimolga qarshi tag'in nima quylasa. Yo do'stlar. Bularni buzish kerak. Hammasini buzamiz. Birinchi bo'lib qonlarni tozalaymiz va keyin kallalarni olib tashlaymiz. Ularni suvga otvoramiz. Yo do'stlar, bu nimasi qo'rqinchli bu narsalar bo'lishi hayolimga ham kelmagan edi do'stlar. Yo uyga yaqinlashmang degan edi, lekin men majburman ularni olishim kerak bo'lardi. Endi mana bu narsani sindiraman. Nima qolsin sanki istamsin bo'lsam qolmaydi. Yo'lmaga qo'yinglar. Dinamit qo'yganda ham yaxshi edi. Do'stlar, axir do'kon bor-ku. Do'konga borib chekka olaman. Ikkala bularni hammasini sindiraman. Tezroq. Yaxshi uyimga kelib o'tiraman. Mana bu yerdan shunchaki olib qo'yaveraman. Yaxshi bo'ldi do'stlar. Yuguraman mana do'stlar. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Keling, nima xizmat yoki nimalar olasiz? Xo'sh, kirkalar qaysi qatorda? Kirkalar o'rtada sadoqda. Yaxshi. Men bitta temir kirka bilan bolta oldim. Necha ming bo'ladi bu? Ular sizda 2 ta olmos bo'ldi. 2 ta olmos. Rahmat sizga. Arzayatda kelib turing. Xo'p. Tezroq do'stlar. Yugurishim kerak. Bular umuman rostdan hayolimga kelmagan edi do'stlar. Hozir ungacha videoni to'xtatib turib, bularni tozalabmiz. Xo'sh, mana do'stlar, hammasini suvga tashlab keldim. Bu nimasi? Yo'q, ularni suvga otvorgandim-ku. Nima xonamda onamisi menga qaragan ekan. Yo'q do'stlar, yo'q bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Topdim. Ikkinchi ishxonamga boraman. Tezroq yugurib. Faqat ishxonamga yugurishim. Sindilar. Ko'chaga kirib olaveraman. Do'stlar, yo'q. Bu nimasi? Bunday bo'lishi kerak emas edi. Men ularni hammasini suvga otib yuborgan edim-ku. Yo'q. Bu nimasi? Bo'lishi mumkin emas. Yerni so'rganchak. Yo'qol. Yaramas. Qanday qilib mani uyim ichida axirman ularni chuqur suvga otib yuborgan edim-ku.
Hatta dastlab unda video ham keldi. Abunani bosib qo'yinglar. Agar survivalda chiqsin deganlar menga 60 ta like to'plab bersanglar ana shu survivalda ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. 60 ta like to'plaman, 60 ta obuna yig'ib bersanglar survivalda ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. Yo'ja oshirib yubormang 60 tacha ko'p. Mayli 40 ta obunachi bo'lsin. Va men o'sha survivalda ikkinchi qismini do'stim bilan birgalikda olib chiqaraman va bay hammaga do'stlar. Xayr unda hammaga do'stlar. Videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar like va obunani bosib qo'yinglar qizartirib.